O'zbekiston teleradio kanalida Tabassum. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum kulgu shinavandalari. Assalomu alaykum tabassumning qadrdon tinglovchilari. Sizlarga dilingizni shod etadigan, quvnoq kayfiyat bag'ishlovchi hajviya va hangomalarni bugun e'tiboringizga havola etamiz. Albatta, sof, beg'araz kulgu dilni poklash bilan qalbni charog'on qiladi. Zero qalb charog'on bo'lsa, inson haqiqatni tez anglab, to'g'ri yo'lni tanlab, to'g'ri yo'ldan yurib, abadiy shodlikka erishadi. Shunday ekan, dilingiz shod, kayfiyatingiz a'lo bo'lsin deb tabassum ulashni boshlaymiz. Tabassumda tinglang afandi latifalari. Ot nega kulayotibdi? Podshoh afandini bir kuni ovga olib chiqdi. Bir manzilda podshoh afandini masxaralash uchun otining pastki labini kesib qo'ydi. Afandi buni sezib qoldi-yu, borib podshohning otini dumini kesib tashladi. Ovdan qaytishda podshoh orqasiga qarab afandiga dedi: Afandi, otingiz nega kulayotibdi? Afandi darhol javob qaytardi: Taqsir. Otingizni dumi tushib qolibdi. Shunga kulayapti. Nima? Attang. Afandi bir amalga, mansabga tayinlanibdi. Ba'zi odamlar unga o'zlaricha maslahat berib deyishibdi. Endi siz amaldor bo'ldingiz. Shuning uchun kattaroq bir hovli topib ko'ching, xo'pmi? Hozirgi uyingiz torlik qiladi. Attang, Dedi afandi. shuncha vaqtdan beri sig'ib kelgan uyimga endi sig'maydigan bo'lib qoldim-a? Do'q. Afandi podshohning saroyida xurjunini yo'qotib qo'ydi va odamlarni to'plab, Xurjunimni yaxshilikcha topib bermasalaringiz, qo'limdan kelganini qilaman. dedi. Afandining do'qidan hech kim qo'rqmagan bo'lsa ham, uni xafa qilishni istamay hamma yoqni yaxshilab qidirishdi. Xurjunini topib berishdi. Afandi xursand bo'lib, xurjunini eshagiga ortib turganda bir kishi so'radi: Afandi, Ha, labay. xurjuningiz topilmaganda qo'lingizdan nima kelardi? Qo'limdan nima kelardi? dedi afandi. Uyda bir eski gilamcham bor. Xush. Shuni bo'lib, yana bir xurjun qildirib olardim. Nima? Biladigan eshak. Afandi o'ziga bino qo'ygan bir kibrli odamdan bilmagan narsasini so'rabdi. U esa takabburlik qilib, afandini mazax qila boshlabdi. Shuni bilmaydigan nimasi bor ekan? Shundoq gapdon. Hozir javob bo'la turib shuni ham bilmaysizmi? Ha, buni eshak ham biladi-ku. Shuning uchun ham sizdan so'radim-da, taqsir. Ya, dedi afandi. Tabassumda she'riy lahza. Hajvchi Jamoliddin Asomiddinowning bir fermada hajviy she'rini tinglang. Bir fermada. Yaylovda ferma mudir zootexnik bilan bir semiz qo'yni so'yishib, go'sht yog'ini bo'lishib, qo'yning achchiq ichagin, qatqorin kekirdagin sirtlon bilan qoplonga tashladilar. Ol sanga. Sapchida sirtlon shoshib, qoldi qoplon talashib. Sirtlonning nafsi koyib, o'shqirdi bir olayib. O'zi nima? Bir luqma, tumshig'ingni tort, suqma. Qish agar kelsa yaqin, go'sht bo'lar, ayqin, jayqin. Tashlashar uyub, yegancha yeymiz to'yib.
sen bunga qo'l uzatma, g'azabimni qo'zg'atma. Qoplon qattiq tutaqib, ko'zi chaqnab, yutaqib, go'sht dardida lab yalab dedi Sirtlonga qarab. Fahmingga balli sani. O'ladigan qo'y qani. Hammasini tani sog'. Qo'zisida bir put yog'. Nazar tashlab o'ylab ko'r. Qishda tayyorgarlik zor. Yetarli yem xashakni, hatto qovun palakni. Qo'yishni g'aramlab, silos bostirib jamlab. Bu yil qaytib kelmas. Ey sodda kallavaram. Tushunchang yo'q zarra ham. Ana shu ferma mudir bo'shamasa qarab tur. U bilan zootexnik ikkovi fe'li birdek. Tayyorgarlik 2 pul. Kasbi yurishlik nuqul. Semiz qo'yni o'g'irlab, sanog'ini to'g'irlab. Bo'lsa har yerda bozor, pullashadi beozor. Tuyoqqa olib, tuyoq, qo'y o'rniga qo'zichoq. Semirmas og'riq, kasal, qishda masalasi hal. Bu 2 ish o'xshatar, ferma uchun zo'r xatar. Sulloqlar bo'lsa amon, harom o'ldi ob oson. Fermaning quti ketar, baraka suti ketar. Ey yüzün kuzgusuga volay hayron Nargiz. Ko'zing hovlida durur surat bejon Nargiz. Go'yo topdi chaman sor xiroming xabari. Hoş eter her kecha gulshanda charog'on Nargiz. Oh Nargiz. Xabar olmaysan hargiz. Xabar olmaysan hargiz. Gerçi gülzarga bordur sebebi zinet zayn. Sen kebi bulmadı bir şamdı şebistan Nargiz. Her gece gülşenir oylak fanusi hayal. Hoş eter her gece gülşende çaraman Nargiz. Oh Nargiz. Haber olmaysan hargiz. Haber olmaysan hargiz. Taşla şahla kozu zülfünü sündür yanlıyız. Kurban bulsun emin zor perişan Nargiz. Lal can bakşın girir ruhi ram kamilge.
نگاه قاتل اینه اگر چال جان نرگیز نرگیز خبران میسن هرگیز خبران میسن هرگیز خبران میسن هرگیز خبران میسن هرگیز Tabassumda O'zbekiston xalq yozuvchisi Ne'mat Aminovning Jigari to'kildi kitobidan olingan o'pich hajviyasi bilan tabassumni davom ettiramiz. Marhamat tinglang va ma'nosini chaqing. O'pich. Stol orasida sochlarini to'zitib bir yigit o'tiribdi. Oldida semiz qizil papka, yon tomonida ikkita telefon apparati. Uning huzuriga jahlga mingan to'ng bir yigit kiradi. Oh, Asqarjon. Joningdan akang. Qani. Akang aylasin. Yo. Bunaqasi bekor. U keluvchi kishini majburan quchoqlab o'padi. Qaraysiz ukajon. Sog' omon yuribsizmi? O'g'ilchalar qo'zichoqday dirkillab o'ynab yurishibdimi? Qani. Bu yerga o'tiring. Joningdan akang. Bu Bo'ldi. Hammasi ravshan, hamma ish joyida. Akang aylansin. Ana, bu papkada hamma hujjatlar rasmiylashtirildi. Faqat Salohiddin aka imzo chekadilar va salom. axir 2 oydan beri Xodim uni gap bilan alrab eshik tomon yo'llaydi. Bo'ldi ukajonim. Jon uka. Hech tashvishlanma. Hammasi hal hammasi. Hujjatlar tayyor. Faqat bitta imzo va salom. Dushanba kuni xuddi ana shu payt tayyor bo'ladi. Ha? Bemalol boravering ukajon. Hayır. Akang aylasin. Joningdan akang. Boshliq o'tiradi. Hovliqib ikkinchi kishi kiradi. Oh, Hamidov, azizim. Qani. Yo. Bunday emas. To'xtang. Sizni bir o'pay. Yo, sizni o'pmay bo'ladimi do'stim? Qani. Bola chaqalar omonmi? Ko'zi cho'day dirkillab o'ynab yurishibdimi? Otaxonimning ahvollari qalay? Piru badavlatimiz omonmilar? Tuzuk. Hammalari tuzuk. Xo'sh bu Chinarli azizim, chinarli. Masalangiz hal masalangiz. Hammasini tayyorlaganmiz. Hujjatlaringiz yana bu qizil papkada rasmiylashtirilgan. Tayyor. Do'stgiram-ey. Faqat Salohiddin akam bitta imzo cheksalar va salom. axir o'tgan hafta ham O'tgan hafta o'tib ketdi. Kelgusi hafta hammasi hal bo'ladi. Dushanba kuni Saryoday bir eriydilar-da. Do'stim. hal bo'lsin, biz ham haligi Xodim kulib avraga. Bilaman do'stim. Siz daqa mard
hali ishonaversinlar do'stim, ana shu qizil papkadagi hujjatlar hammasi tayyor. Dushanba kuni Uni avray eshikdan chiqarib yuboradi. Boshliq huzuriga bir qariya kiradi. U sapchib o'rnidan turadi. Otaxonim, padari buzrukvorib. Keling, soqollaringizdan o'rgilay. Soqollaringizdan bir o'ping. Qani. Yo. O'paman dedimmi? O'paman. Otaxon. Qariya qarshilik ko'rsatib, O'g'lim, bu bilan 5 marta soqolimdan o'pishing. Ha bu 15 kilometr yo'ldan kelib, faqat soqoldan o'ptirib ketaveramizmi? Otaxon, otajonim. Sizni soqolingizdan 1000 marta o'psak ham ozlik qiladi. qariya nochor kuladi. Bo'ldi ya. Kampirim ham bunaqa o'pmaydi ya. Xodim kuladi. Shustirisiz otaxon. Askiyaga oldilarmi deyman ha? Qo'ya. Askiyaga sendan boshqa qurib qolibdimi? Meni ishimdan gapir. G'am yemang otajonim. Hammasi hal. Hujjatlaringiz ana shu bu qizil papkada tayyor. Faqat bizdan kattaroq boshliq bitta imzo chekadilar. Vassalom. Boshliq qariyaning qo'ltig'idan oladi. Menga qarang, hammasi hal. Ana shu papkada dushanba kuni tayyor bo'ladi deyavering, otaxon. Xayr, omon bo'ling otaxon. Bola, yana kelgusi navbat ham soqolimdan o'pish berib ketmay. Xafa bo'laman-a. Odamni ovora qilma yana. Xodim kulib, Bu gal soqolingizdan o'psam, ko'r bo'lay. Nima? Xayr, otajon, xayr. Omon bo'ling, otajonim. Xayr. Tabassumda qatra xandalar. Tinglab shod bo'linglar. Tug'ruqxonaga qo'ng'iroq qilsa, xotiningiz tug'olmay qazo qildi deyishibdi. Tug'ruqxonaga yetib kelibdi. Hamshira undan uzr so'rayapti. Kechirasiz, bizdan xato o'tibdi. Xotiningiz egizak tug'di. Bunaqasi ketmaydi. Bir so'zla turingda. Oldimi bo'ldi. Tamam. Voy. Ana odamsiz ol. Bir kuni Petka Chapayevdan so'rabdi. Vasiliy Ivanovich, bir paqir aroq bo'lsa, icha olarmidingiz? icha olardim. Lekin uning uchun bir bochka sho'rba oling kerakda. Bir dengizni suviday ko'p aroq bo'lsa-chi? Chapayev o'ylanib javob beribdi. Undami? Yo'q, icha olmayman. Bobiring yetmaydi. Uy bekasi oqsoch yollayapti. Aytingchi, azizim, to'tiqishga hushingiz bormi? Tashvish qilmang, xonim. Men nima bo'lsa ham yeyaveraman. Ha. Bir odam ovchi do'stinikiga boribdi. Qarasa, yerda yo'lbarsning terisi turibdi ekan. Yo'lbars og'zini karnakday ochib yotganmish. Bu yoqqa qara, do'stim. Labay. Sen unga necha marta o'qizding? 10 marta. Nechtasi tegdi? Birontasi ham tekkani yo'q. Nimadan o'ldi bo'lmasa? Kulgidan. Yo'q, Bilan direktor o'rtasida nima farq bor? Ha, direktor o'rinbosarini biladi.
er esa bilmaydi. Nima? Aziz tabassumning qadrli tinglovchilari, sizlarni baxt va omad aslo tark etmasin. Sizlarga tabassum ulashganlar muallif Sherali Hojiyev, rejissyor Gulchehra G'iyosova, Ovoz operatori Sevara Yunusova. qatnashuvchilar bilan tanishing. Ahmadjon Mirzayev, Sanobar Qodirova. Abduma'ruf Qodirov, Shohida Soliyeva. Farhod Xudoyberdiyev, Sayyora Husanova. Iktiandr Qodirov. Tabassumni Boyir Xolmirzayev Hamda Sherali Hojiyevlar olib borishdi. yana havo mavjlarida g'oyibona uchrashguncha Omon bo'ling.